Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan materialni noldan boshlab o'rganamiz. Birinchi partimizdan boshlaymiz. Reading part 1dan. Bu partda siz mana shu ko'rinishdagi matn beriladi. Bundan kattaroq va bundan qiyinroq. Men mavzu osonroq bo'lishi uchun sizlarga biroz yengilroq mavzuni tanladim, ya'ni mashqni tanladim. Bu mashqda qilinadigan ishlarni hozir qadam va qadam tushuntiraman. O'zingiz uchun strukturalarni o'rganib olasiz. Xo'p, boshladik. Bu context based reading bo'lganligi uchun biz gapimizda, ya'ni mana shu bo'sh joylarni to'ldirishimiz kerak, faqat so'zlarni topib, ya'ni so'zlarni qayerdan topamiz? O'zimizdan emas, mana shu matnni ichidagi qaysidir so'zni olib qo'yishimiz kerak va qo'ygan so'zimiz ma'noga, ya'ni kontekstga juda ham yaxshi va chiroyli tushishi kerak. Boshladik, shartini o'qiymiz, matnni o'qing, har bitta bo'sh joyni bitta so'z bilan to'ldiring. Siz deyapti, mana shu tekstda qayerdadir joylashgan bitta so'zni olib to'ldirishingiz kerak debdi. Yana o'sha gapimizning isboti, hech qanaqa o'zimizdan so'z qo'ymaymiz. Xo'p, bu mashqlarni bajarishdan oldin birinchi qiladigan ishingiz o'qing. O'qish kerak. O'qish kerak. Iloji boricha tezroq. Va mana shu o'qigan vaqtingizda mana shu joylarga e'tibor berasiz. Qanaqa so'zlar kelishini aniqlash, ya'ni ikkinchi qiladigan ishimiz so'z turkumini aniqlash deb yozamiz. So'z turkumi. So'z turkumini aniqlash. So'z turkumi nima degani? Misol uchun, ot keladimi, sifat keladimi, ravishmi, fe'lmi, shunaqa narsaligini topib olishingiz kerak, ya'ni tushunib olishingiz kerak. Misol uchun, mana bu yoqdagi for so'zdan keyin qanaqadir narsa yoki qanaqadir shunga o'xshash so'zlar keladi. Misol, for example yoki for nima uchundir, men uchundir, sen uchundir, nonushta uchundir yoki shunga o'xshash so'zlar keladi. Shuni olib qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Va buni yana bitta kitoblarida aytgan qoidasi shundaki, agar mana bu birinchi savolingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu birinchi savolingizga qo'yiladigan so'z shunga yaqin joylarda joylashgan bo'ladi. Mana sizga chizib ko'rsataman. Yoki mana bu yoqqacha, bo'yalgan joygacha, yoki mana bu yoqqacha bo'ladi deb aytilgan ko'pchilik joylarda. Lekin bu multilevel bo'lganligi uchun u narsaga ishonib qolmang 100%. Bu yoqda eng oxirida ham kelib qolishi mumkin. Bu imtihonda shunaqa narsalar o'ynab qolishi mumkin. Hushyor bo'lasiz. Ya'ni bu ko'p holatlarda mana shu birinchi savol javobi deylik, mana shu atrofidan, ya'ni tagiga chizilgan so'zlar atrofidan chiqadi va bu 100% ishlab bermaydi. 20%, 30% ba'zan mana bu pastlardan chiqib qolishi mumkin. Agar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, endi boshlaymiz mashqimizni ishlashni. Xo'p, boshladik. Bu yoqda o'qib ketamizda, o'qib ketish jarayonida tarjima qilib, kerakli so'zlarni topib qo'yishga harakat qilamiz. Every morning I eat breakfast with my family. Har kuni ertalab men nonushta qilaman oilam bilan. Mening oilam tuxumlarni va nonlarni yeyishni yoqtiradi. For deb turibdi. Nima uchun? Ya'ni nimadan mana shu narsani yeyishadi? Yana e'tibor beramiz. Har kuni ertalab biz oilamiz bilan, yo men oilam bilan nonushta qilaman. Mening oilamdagilar yoki mening oilam tuxumlarni va non yeyishni yoqtirishadi. Nima uchun? Bu yoqda keladigan so'zlarimizga qarasangiz, fordan so'ng bizga ko'pincha ot kerak bo'ladi. Ot bo'lmaganini chiqarib tashlaymiz. Xo'p, every chiqdi, I chiqdi, it chiqdi bu yoqdan. Breakfast hozircha qoladi, with qoladi, with chiqadi, my chiqadi, family ot bo'lganligi uchun qoladi. Xo'p, qoladigan so'zlarni shunchaki tagiga belgilab qo'yamiz. Morning, breakfast, family kabi so'zlarni belgilaymiz. Yana my family. Buni ham belgiladim. Likes bu yoqda fe'l, to have bu yoqda ham fe'l, eggs esa ot, bread esa ot. Faqat otlar qolyapti. Sababi mana bu forimiz, mana bu for degan so'zimizdan keyin ko'pincha ot kelganligi uchun men otlarni qoldirdim, qolgan hammasini chiqarib yubordim. After breakfast, yana shu breakfast qoladi, qolgani chiqib ketadi. I take my bag. Bagni sumkani olaman. Ya'ni chunki ot bo'ladi. School. Mana endi schoolgacha ko'rdim. School ham ot. Ketdi, ana endi har bittasini tarjimasiga qo'yib ketaman. Ketdi, boshladik. Mening oilam nonushta, mening oilam tuxumlarni yeyish yoqtiradi va nonlarni yeyish yoqtiradi. Ertalab uchun, nonushta uchun, oilam uchun. Oilam yana oilam uchun ketmaydi. Bu javobni chiqaramiz. Ertalab uchun deb aytish biroz noqulayroq. Uni ham hozir chiqazamiz. For morning deb ishlatish ham o'zi biroz noqulay. For family deb oilani ham ishlatmaymiz. Aytilgan so'zlar-ku umuman kelmaydi, ya'ni bread va eggs bu yoqda ishlatish mumkin emas. Buni ham chiqazib yuboramiz. Qarabsizki, sumka uchun yemaydi, maktab uchun yemaydi, bittagina nonushtaga tuxum va non yeydi deb biz javobda mana shu nonushta degan so'zni olib qo'yishimiz mumkin. Nonushta degan so'zni qo'yib beramiz. Tamom. Shunday qilib, qolganlarini ham ishlab olamiz. Xo'p, ketdi birinchi savolimizning javobi. Ana endi birinchi savolimizni belgilab qo'yamiz. Javobi shu. Yashilda belgilasak
Intection olamiz. Xo'p, ketdi. Ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Ikkinchi gapimizga davom etamiz. Nonushtaga biz mana shunaqa yedik, yeymiz deb aytdi. Nonushtadan so'ng esa men sumkamni olaman va maktabga jo'nayman. Ertadan keyin bilasiz, yo vaqt kerak yoki qayerdir bo'lish kerak, qaysidir joy bo'lish kerak. Qaysidir joyda yoki qaysidir vaqtda men yaqin do'stimni uchrataman. O'zi 3-chi savolga o'tib ketib qoldi. Ana endi shu ikkinchi savolni javobini atrofidan qidirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, misol hozirgidek qilib topib olamiz. Ana endi ertadan so'ng joy yoki qanaqadir soat kelishi kerak edi. Joy yoki soat kelishi kerak edi. Agar joy yoki soat bo'lmagandan chiqazib yuboramiz atrofidan, o'sha narsalarni qoladi faqat. Ikkinchi gapimizni belgilab olamiz. Fredgacha. Bu yoqda after breakfast joy emas, after ham joy emas, breakfast ham joy emas. I take my bag. Bular birortasi joy emas. And go to school. Bu yoqda ham birortasi hozircha joy yoki soat emas. Bitta school, maktab qayer bo'lib, joy ma'nosini beryapti. Soat ma'nosida kelmadi gapimiz, e'tibor bersangiz agar. Endi tarjimasiga qo'yib turib chiqarishga harakat qilamiz. At school, maktabda men yaqin do'stimni uchrataman. Ma'no jihatdan to'g'ri tushyapti va etdan so'ng bizga joy keldi, soat yoki joy keladi. Shunga o'xshash predloglar mavzusini o'qigan bo'lsangiz agar, qiynalmasdan nima kelishini oldindan bilib turib topib olishingiz mumkin. Uchinchisiga o'tamiz. Ikkinchisini javobini yozib qo'yamiz. School bo'ldi. Hop, hozir biroz o'zgartiramiz. Ketdi, davom etamiz 3-chi mashqimizni 4-chi mashqgacha bo'lgan joyigacha belgilab olamiz. Sababi boya aytganimdek, yo tepasidan keladi yoki pastidan. My, mening degan so'zdan keyin narsa keladi yoki qaysidir misol mening akam, mening ukam degan so'zlar keladi yoki narsa keladi. Ko'pincha ot so'z turkumi keladi qisqasi. My degandan so'ng ot so'z turkumiga mansub bo'lmagan barcha so'zni chiqazib yuboramiz. Bu yoqdan and I study ketdi. Demak, bularni qizilga bo'yab turaman. Together ham ketadi, sababi bu ot emas. English hozircha ot vazifasini bajarib turadi. We also play ni ham o'chiraman, bu yoqda ot vazifasi keladigani yo'q. Games esa o'yinlar, nimalar degan so'roqqa javob berib ot bo'ldi. During bu ot emas, buni ham chiqazib yuboramiz. Break time esa bu yoqda bo'lishi mumkin. Ya'ni obed vaqtida, tushlik vaqtida degan ma'noda kelishi mumkin. I bring my bag, men sumkamni olaman. Bu ham chiqib ketadi, bag qoladi, chunki ot. Ketdi, playground ham qolsin, chunki u ham otga kiradi. Ketdi, my teacher. My teacher qoldi. Teacher bu yoqda ot bo'lganligi uchun qoladi. Helps ham chiqib ketadi, yordam bermoq fe'l bo'ladi. Us with our homework. Homework ham qoladi. E'tibor bersangiz juda kam so'z qoldi. English, games, break time, bag, playground, teacher va homework so'zlar qoldi. Ana bitta-bitta qo'yib turib tarjima qilamiz. Aytgancha, 3-chi savoldan oldingi gapga ham e'tibor berishimiz kerak. At so'zi chiqib ketishi kerak, chunki bu hech qanaqa ot emas. At school, hozircha school qoladi. I meet my best degan so'zlarga chiqazib yuboramiz. Friend qoldi, English qoldi, games, break time, bag, playground, teacher va homework qoldi. Boshladik. My school and I study English together deyish mumkinmi? Yo'q, school ketdi. My friend and I study English together. Hozircha my friend varianti yaxshiroq. Ya'ni yashilga bo'lib turamiz. My friend varianti yaxshiroq. And I study English, ya'ni men va do'stim inglizni birgalikda o'rganamiz deb qo'yibdi. Shunaqa joyda ishlatsangiz bo'ladi. Ketdi, davom etamiz. Ana endi gamesni qo'yamiz. Mening o'yinlarim va men inglizni o'rganaman chiqib ketdi. Mening break time mening tanaffusda degan so'zni qo'yib bo'lmaydi, ma'no jihatdan ketmaydi. Mening sumkam va men o'qimayman, sumkam o'qimaydi. Mening o'yingohim o'qimaydi, bu ham ketdi. Mening o'qituvchim umuman men bilan o'qimaydi, u o'qitadi. Mening uyga vazifam ham men bilan o'qimaydi. Shuning uchun javobimizda faqat bittagina so'z, mana shu friend so'zi qoldi va javobga biz friend degan so'zni qo'yamiz va bu 100% to'g'ri tushadigan javob bo'ladi. Ishlashni o'rganyapsiz degan umiddaman. Bu mana taktikam, misol ishlash taktikam. Siz o'zingiz uchun qaysi uslubda qulay deb bilsangiz agar, shu uslubdan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, 4-chi mashqimizga, ya'ni 4-chi qismiga o'tamiz bu yo'g'ini. 4-chi qismda endi yana shu 3-dan boshlab turib 5-gacha bo'lgan joylarga chizib bo'yab olamiz, marhamat. Mana shuncha tagiga chizilgan so'zlarning ichidan chiqib qolishi mumkin. O'chiramiz.
kerak. Okey. Demak, bu bo'yaldi. 3 dan 5 gacha bo'yaldi. Xo'p, 4-chi yanini z artikeldan so'ng narsa keladi bilasiz, ot keladi bilasiz yoki qanaqadir, misol uchun sifatni 3-darajasi, ya'ni orttirma darajasi kelib qolishi mumkin. Asosan bu yoqda is kelganligi uchun bu yoqda ega vazifasida qanaqadir ot kelishi kerak. Ya'ni biz aniqlab oldik, so'z turkumimizni aniqladik. Bu yoqda bizga 100% noun kerak bo'lyapti. Ana endi o'sha nounni biz gapimizdan, matnimizdan topib olishimiz kerak. Xo'p, noun bo'lmaganlari chiqib ketsa, yana o'sha do'st qoldi, inglizlar qoldi, o'yinlar qoldi, lunch break time qoldi, back qoldi, playground, teacher degan so'z qoldi yoki homework degan so'zlar qoldi. Endi mana bu yog'ini tarjima qilib olamiz. The nimadir is very kind and patient. Patient degani bu yoqda sabrli. Qaysidir kishi, qaysidir narsa juda mehribon va oq ko'ngil, ya'ni sabrli, sabr-qanoatli degan ma'noda tarjima qilsangiz bo'ladi. After school I go home and to my family. Oilamga boraman. Oilam juda mehribon va sabrli deb aytish bu yoqda biroz mavzudan tashqari chiqib ketib qoladi. Birinchi 4-chi mashqdan oldin kelgan gapga qarasangiz agar, mening o'qituvchim uyga vazifalarimda yordam beradi deb aytib qo'ygan. Siz bu gapdan topib olishingiz kerakki, o'qituvchi sizga uyga vazifalarda yordam beradigan bo'lsa, demak o'sha o'qituvchingiz sizni tasavvuringizda very kind and patient deya tarjima qilib bu yoqda ishlatib bersangiz bo'ladi. Ya'ni javobimiz bu yoqda the teacher is very kind and patient deya so'zni qo'yib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Mana endi 5-mashqimizga o'tamiz. In the evening my family calls me to deyapti. Kechki paytda deyapti, mening oilam meni chaqiradi. Yo'q, mening do'stim ekan, sorry. Kechki paytda mening do'stim chaqiradi meni nimadir qilmoqlikka, futbolni nimadir qilmoqlikka. Ya'ni to so'zidan so'ng bizga nima kerak? Fe'l kerak, ya'ni verb kerak. Ya'ni mana bu yerda yozib qo'yamiz. To kelib qolsa, ish harakatlaridan so'ng ba'zan biz ishlatamiz verbni, esdan chiqmasin. Va ko'pincha holatlarda for kelsa, fordan so'ng ko'pincha holatlarda noun, ya'ni ot so'z turkumiga mansub bo'lgan so'zlar kiradi. Ko'p holatlarda agar z artikeli keladigan bo'lsa, z artikelidan so'ng ham ko'p holatlarda noun, ot kelib qoladi. Agar my kelsa-chi, ya'ni bu mavzuni ham grammatik darsimizda o'tib ketganmiz. My so'zidan keyin ham ko'pincha ot keladi. E'tibor bering, siz multi-level reading part 1 ni ishlatyapsizda. Mana shunaqa narsalar keldi. Demak, siz taxminan topa olishingiz uchun mana shunaqa narsalarni yaxshiroq o'rganib olgan bo'lsangiz, oldindan bashorat qilish kabi, ya'ni bashorat qilish degani mana bu joyda mana bu so'z bo'ladi emas, ya'ni nima kelishini topa oladigan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ko'proq shug'ullanaversangiz, o'zi bu narsalar yod bo'lib ketadi. Xo'p, 5-mashqimizda ana endi biz 5-mashqimizdan endi biz so'zimizni topa olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yoqda qanaqadir verb kelish kerak. Sababi to dan so'ng verb ishlatamiz dedik. Endi shu so'zni topishni ko'ramiz. In the evening my friend calls me to nimadir qilmoq futbolni. We talk about our day and the next school day. Deb 6-mashqgacha bo'lgan joyni belgilab olamiz yana va bu yoqni qanaqadir rangga bo'yasak yaxshiroq ko'rinardi. Bo'yadik, mana so'zlar mana shu joydan olinishi mumkin agar topilsa. Xo'p, qidiramiz. Bu yoqda fe'l kerak bo'ladi. Fe'llar qoladi, qolganlar chiqib ketadigan bo'lsa, calls degan so'z gapda o'zida bor, yana ikkinchi marta ishlatilmaydi. Buni ola olmaymiz. Keyingi gaplarimizdan qidiramiz. Talk degan so'zni olamiz, qolganida fe'l yo'q. Endi bizni mana do'stim chaqiradi, futbolni gaplashganimi? Yo'q. U narsa tushmaydi. Ana endi shu yog'ida bir narsaga e'tibor bering. Boshlashdan oldin sizga bir nima aytgandim. Ba'zan so'zlar oxirida yoki har qayerda kelib qolishi mumkin degan ma'noni aytgan edim. Mana shu so'z mana shu yerdan topilyapti. E'tibor bersangiz agar. Futbolda nima qilish mumkin? O'ynash mumkin. 5 dan 5 ta atrofida yo'qmi? Demak, shartda tepadagi joylardan qidirib topishingiz kerak bo'ladi. 6-mashqimizga o'tamiz. Then I bunga javobini yozmabmiz-ku. Play degan so'zni yozib qo'yamiz. Then deyapti 6-mashqimizda. I nimadir dinner with my family before going to bed. Keyin esa men keyingi maktab kuni haqida do'stlarim bilan gaplashaman. Keyin esa men dinnerda nimadir qilaman oilam bilan uxlashdan oldin. Xo'p, ana endi bu yoqqa bizlar topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, dinnerda nima qilish mumkin va yotishdan oldin oilasi bilan. Xo'p, e'tibor bersangiz,
Bu yoqda 6 dan keyin gaplar yo'q, 6 dan oldingi gaplarga e'tibor beramiz. Bu yoqda faqat I dan so'ng ish harakat kelishi kerakmi? Yoki am, is yoki ish harakat kelishi kerak. Endi o'sha narsani topishimiz kerak. Tarjima jihatidan topadigan bo'lsak, dinnerni biz yeymizda, ya'ni I eat dinner deb ishlatishimiz mumkin yoki I have dinner deb ishlatishingiz mumkin. Javobingizda yo have yoki eat bo'ladi. E'tibor bersangiz bu yoqda o'sha so'zlar berilgan. Ya'ni sizga aytmoqchi bo'lganim, boyagi kitoblardagi gapga 100% ishonib qolmang. Sizni tuzoqqa tushirib qo'yishi mumkin. Ya'ni gapni boshida, o'rtasida keladi, oxirida keladi tochna degan narsa 100% ishlamaydi. Gapni matnni qayerdadir keladi deb aytilganmi, demak matndan topib qo'yishingiz kerak. 6-savolimizning javobiga it olamiz. Chunki gapimizda dinnerni yeyishadi deb tarjima qildik. O'ylaymanki, bugungi mana shu multilevel part 1imiz tushunarli bo'ldi deb.